politics and awareness to contain China and to destroy this evil empire than to create a multi-hundred billion dollar war that would devastate the entire humanity. So lastly, I want to talk to tell all of my brothers and sisters, and I'm going to speak in Uyghur, bütün barlık Şarkı Türkistanlık karandaşlarımga deyilginim. Karandaşlar bizning birlam qutuluş yolumuz var. Ben bayam dep keldim, daim dep kelayotganimizda bizningki mustaqil davlatimiz bo'lmay turib, bizningki kishilik huquqimiz yoki diniy erkinlikimiz va yoki boshqa narsamiz bo'lolmaydi aziz qarindoshlar. Bizning davlatimiz bo'lmaganlik uchun shu zulmni tortyapmiz. Xalqimiz qirilyapti. Davlatimiz bo'lgan bo'lsa bizni kim qira oladi? Kim bizni buzib keta oladi? Hech kim. 33-yil, 33-yilda, 44-yilda qurgan cumhuriyetlerimiz vaqtida kim bizni zulm qila oladi? Az bo'lsa-mu bir necha kun, bir necha yil bizning xalqimiz hur yasha oladi. Ammo biz o'zimizning irodamiz bilan biz bu yo'lni boshlamasak, biz o'zimiz chiqmasak, boshqasi bizga yordam kelmaydi, yordam qilmaydi aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Biz o'zimizni tunishimiz kerak. Biz Sharq Turkiston davlatimizni Sharq Turkiston deb tunasak, xalqaro shunday tunaydi aziz qarindoshlar. Biz davlatimizga mustaqillik kerak desak, xalqaro majburiy Sharq Turkiston mustaqillik kerak deb buni xalqaro tunishga boshlaydi aziz qarindoshlar. Gap bizda. Biz harakat qilsak, harakatning barakati bo'ladi aziz qarindoshlar. Biz jim yatsak hech kim biz bilan kari bo'lmaydi. Masalan, Hong Konglikning masalasini o'tirib qo'yib bo'ldim necha qitim. Necha millioni izchil holatda, bishkin demay, ati demay, o'g'illik demay, necha ayning yozi namoyish qilyapti Hong Kongda. Butun dunyo Hong Kongni tunib bo'ldi. Biz buni qilolmadik. O'tgan yil men buni boshlagandim. Qilayli deb. Ammo bizning bilimiz bunga chidayolmadi. Bir gün çıktık, 2 gün çıktık, ondan keyin erib ketdik, yoki boshqa ishimiz bo'lib ketdik, yoki bilimiz ag'rib ketdi, yoki beshimiz ag'rib ketdi, yoki ish bilan aldirash bo'lib ketdik, yoki boshqa narsa bilan aldirash bo'lib ketdik. Ammo biz o'zimizga ega chiqolmadik, o'zimizning qarindoshlarimizni ega chiqolmayapmiz. Shuning uchun yana qiryapti, necha yilni yozib bu lagerni taqayolmadik, lagerni taqaymiz deb chiqqanlarmi? Lagerni birlam taqash yo'li bor. Davlatimiz nasl keltirish. Devletimiz nesli kelgandan keyin uningdagi lagerni taqladi, zulmni to'xtaydi. Shuning uchun hammamiz o'zimizningki qo'limizga tegishli vazifani qilishimiz kerak. Yolg'izdan bir sig'illab atab qo'ymasligimiz kerak. Hammamiz o'zimizni so'roqqa tortishimiz kerak. Mening pulimdan nima ish keladi? Men boyib pulim bo'lsa, men tijoratchi bo'lsam, tijoratim bilan, iqtisodim bilan men bu kelgusim davlatimga mablag' solay. Chunki bu davlatga mablag' solish kelgusimlarga mablag' solish bo'ladi. Avlodlarimningki, kelarki avlodlarimga mablag' sog'im bo'lsa. So'z qila olsangiz so'z qilishinglar kerak. So'zlay oladiganlar so'zlash kerak. Hech narsa qo'limizdan hech narsa kelmaydigan holatmi ko'chaga chiqib birisiga so'z biladigan kishidan "Mani ukam ya bola mani yasab ben teşviqat varaqini qilib, men ko'chaga chiqib bir soat vaqtimni bo'lsa-mu, men atrofimdagi odamlarga men teşviqat varaqini taqib orqali men zulmni anlatay deyishimiz kerak. Yoshlarimiz nish chekishni, aroq ichishni to'xtatishimiz kerak. Bizningki nish chekadigan, aroq ichadigan, klublarda, barlarda o'ynaydigan vaqtimiz emas aziz qarindoshlar. Biz qirilib ketayotgan bir millat. Biz tunmasak bugün bizningki ati kelgusimiz qolmaydi aziz qarindoshlar. Bizning bolalarimiz, kelajagimiz qolmaydi. Chunki biz bu chet elda vatanimizdagi Uyg'urlar qarindoshlarimiz yo'qolib ketsa, biz chet eldagilar baribir erib ketamiz. O'zimizni saqlayolmaymiz. Tilimizni saqlayolmayotgan holatda. Kim deganda o'zaro yoshlarımızga da'vatiman. O'zaro bilmasak-mu tilimizni, ko'pinchalarimiz yaxshi bilmaymiz.
Şahsen ben bunu yaxşı bilmeydim. Ama özara tilimizde söyleşimiz gerek. Bilemezsek bu lügatla ba, dictionary'la ba, bilirdiğallarını sorup ügüneyle. Tilimizni konuşmamız gerek, medeniyetimizni konuşmamız gerek. Ve numus kılmaslıkımız gerek. Sen ne elektiysen Şarkı Türkistanlık men diyalışımız gerek. Ben Xitaylık yaki men Şincanlık demey, ben Şarkı Türkistanlık deyişimiz gerek aziz karandaşlar. Namayış çıkıştan korkmaslıkımız gerek aziz karandaşlar. Zaten muş korkunun tüpeyledim muş günlük kaldık. Eğer bizden burun kılak korkmay boğam, korkmay Xitaylar bilen can kıygan bolsa bu günde kalmaydık. Biz bir yerde kişinin jutuda sergardan hayat geçirmeydik. Biz bu kelibiside evlatlarımızga sen demiş biznes kımmedeyin demeslik için bir gün hareket kılışımız gerek. Şunun için kulumuzdan nemiş gelse şunu kılaylayız karandaşlar. Bir makale yazsak makale yazaylı, söz kılarsak söz kılaylı, kısadımız boz kısadımız bilen köreş kılaylı. Bir resim yasalsak, resimsiz alsak, resimsiz aylı. Nakşe et alsak, vatan, millet, müstakillikte nakşe et aylı. Ama hareket kılaylı, cimcit ottanmaylı aziz karandaşlar. Biz küt ottasak, ayet vatandaki 35-40 milyon halkımız kırılatıdı. Ulanınki oylayman, ula bu şu çet eldeki bizlerde bir iş kılıvatam eken biz için, bizde kutkuzu için bula bir iş kılıvatam eken de tilmirlivatıdı ula. Oylayman, aşında kılıvatıdı. Men tukallarım bilen sözleşemedim. Ama jığısıdın anlayman ki ula çokum bizni bir iş kılışımızını kütüvatıdı. Şunun için hemmemiz özümüzdeki vazifemizni, özümüzni sorak tataylı, vicdanımızını sorak tataylı ve şıkılaylı. Rahmet. And now we'd like to invite Abdulahat Nur. He's the current Prime Minister of the East Turkestan government in exile to give a speech about what the East Turkestan government in exile did for the past. And then after that we will break for lunch and we will have elections afterwards. Thank you. Esselamu Aleyküm karindaşlar. Esselamu Aleyküm hürmetli Prezident. Esselamu Aleyküm hürmetli milletvekilleri. Esselamu Aleyküm hürmetli Amerikalı Uygur dostları. Karindaşlar, ben bu hükümet kirgeli bir yıl oldu. Muş yılının 6. ayının 30. günü baş minister olarak saylandı. Muş hükümet kirgenden keyin ve baş minister bo'lgandan keyin ahvolimizni qarasak, bizning oldimizda bek yo'g'on bir dushmanning borligini his qilib kelyapmiz. O Xitoy, hammamiz bilamiz. Xitoyning bizga dushman ekanligini hammamiz bilamiz. Ammo hukumatning ichida bir ishni qilayli, bir ishni bir tashkillanib, bir ishni qilayli deb bir ish tutish qilgandan keyin tashqi jihatdimi, ichki jihatdimi nihoyat og'ir xirisqa, besimga, buzg'unchilikqa uchrab kelayotganligini hammamiz bilyapmiz. Xususan men shunday his qildim. Bunday bo'lishning sababi umuman qilib aytgan vaqtida Xitoy tajovuzchilarining ne kadar işimizga singib kirib ketganligi, bizning da'voyimizning uzundan beri Xitoyning kontrolligiga tushib qolganligining ifodasi. Biz bilimiz o'zimizning millatimiz Uyg'ur sifatida intayin yaxshi millat.
xiyolimiz bilan keynimizga qaytib başka kichik vaqtlarimizga, o'zimizning yurtlarimizga qaytib ketib baqayli. Beshimizga kun kelganda birsimizga yordam qiladigan, uy soladigan chaqlarimiz bo'lsin, to'y to'killarimiz bo'lsin, o'lim yetimlarimiz bo'lsin, hamma ishda birsimizga yordam qiladigan shunday bir yaxshi millatdir. Oq ko'ngil. Nayt obdan millatdir. Ammo chet elga chiqqandan keyin işlerimiz undan akmadı. Kim bir yaxshi ishni qilay desa, shuningga to'sqinlik qiladigan ishi bo'ldi. Hukumat nomidan bir ishni qilayli desak, sirtidan bo'lsin, ichidan bo'lsin to'sqinliklarga uchraydi. Bu to'sqinliklarning hech biri bizning milliy xarakterimizga mos kelmaydi-ku. Biz aslida Uyg'ur yoki Sharqiy Turkistonlik biz bo'lgan bo'lsak, Sharqiy Turkiston davosiga butunlay qo'llashimiz kerak edi. Chunki Sharqiy Turkiston degan vatan hammamizning vatani. Hammamiz bir vatanning avlodlari. Hammamiz bir dinning mansublari. Ilohimiz bir. Kitobimiz bir. Payg'ambarimiz bir. Qiblimiz bir. Paydamiz bir. Zinimiz bir. Düşmanimiz bir. Aşında bo'lgandan keyin bizni hech qanday bir narsa parchalayanmasligi kerakdi. Afsuski, hech qanday bir ishimizda birlik bo'lmaydi. Bu Xitoy istixborotining naqadar kuchlikligi, naqadar bizni kontrol qilib olganliginingki kasofatidan bo'layotdi, mikroblashib ketganligimizdan bo'layotdi. Shuning uchun buning chorasi sifatida bulapma şu hükümetini kuchlandirish uchun men o'zimning fikrim emas, Allohning ikki xil fikrini sizlarga deb bermoqchi. Allah bizni Qur'onni bizni isloh qilish uchun, bizni insho qilish uchun Qur'on nozil qildi-ku, vahiy bilan bizni tirildirishga emr qildi. Allah shu vahiy bilan tirilislardi. Nurg'iyadi Qur'onda o'lgan zamonga suv tushirish orqali şu ölgen zamanında tirilganligidan misol berdi. Nima uchun uni hamimiz bilib tursak, nima uchun Alloh uni deydi Qur'onda? Demak ki Alloh bir misol beryapti. O'lgan millatni vahiy tirildiradi. Payg'ambar alayhisalom zamonidagi o'lgan millatni vahiy tirildirgan. Bizni vahiy tirildiradi. Alloh bizning problemimizni takasur deb atadi. Tutuluşimizni asr deb atadi. Bu takasur keyin-keyindan keladi. Sura takasur, sura asr deb Qur'onda. Bu takassurga mubtalo bo'lgan har qanday xalq halokatga duchor bo'ladi. Asrni cho'ng tutgan xalq har qanday xalq qutuladi deb Alloh Qur'onda ochiq ikki surada deb bergan. Takasur nima desa, takasur el-hakumut takasur deb boshlaydi suramiz. Allah deydi ki sizlarni takasur kaşla qildi. Qiladigan ishinglarni kaşla qildi. Ey insonlar, sizlarni men dunyoga imtihondan o'tib, dunyo va oxiratda baxtli bo'lsin deb bek jiddiy og'ir vazifa bilan yevatgan. Og'ir vazifani qo'yib, sizlarni takasur kaşla qildi. Takasur nima degan vaqtda mal dunyoni jiqlatish, mal dünyani köpeytiş herismenligi. Mal dünyani köpeytiş herismenligini takasur deydi Qur'onda. El-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bu kasalga sizlar duchor bo'lib qoldinglar bandilarim deydi Allah. Shuning uchun shunday sepil, zelil holat yashayapsizlar. Shunday xor, zabun holat yashayapsizlar. Buningdan qutulmoqcha dunyo va oxiratda qutulishing yo'q deydi. Qarindoshlar, insonlar faqat bu dunyoda yashab-turib, o'lib to'piga aylanib ketish uchun emas. Ebediyet uchun yaratilgan bir jonliq, inson. Boshqa hayvonotlar unday emas, boshqa hayvonotlar shu dunyoda yashaydi, o'ladi, qiyomat tirildiriladi, adolat bilan bir-birining hisobini olib qaytadan tuproq bo'ladi, chunki tuproqni yaratilg'achqa. Ammo inson qiyomat tirilgan vaqtida qayta tuproq bo'lib ketmaydi. Ebedi hayotimizni yashaymiz.
Şunun uchun mushu dunyoda takassurga mubtala bo'lgan millat dunyoda xarzabun bo'lgandek oxiratda ham xarzabun bo'ladi. Buningdan qutulib ketadigan millat qutuladi. El-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mush dunyo tapaman deb pulumni jiqiltaman deb sizlar o'lgicha qabrini ziyorat qilg'ichilik umronni to'kib etdinglar. Deb Alloh oxir islom kalla bilan boshlaydi. Bu suraning tafsirini bu yerda deb bo'lishga vaqt yo'q. Vaqt to'shab qolyapti. Mezmunini deb turibman. Takasur degan shu. Biz endi mishada Uyg'ur millat sifatida nima uchun kerak kelmaymiz, qarindoshlar? Hozir inimiz Salih Xudoyar dedi. Men mushu namoyishni bir yil burun boshlatgan, mushu xalqimiz uyg'onsin, umumyuzlik xalq harakatiga aylantirayli deb. Vatanimizdagi zulmni, vatanimizdagi qatliamlarni xalqaroga tushuntirishda, bildirishda mushu namoyishni xalq harakatiga aylantirayli deb bir yil burun boshlatgan belimiz sunib ketdi dedi. Nima uchun belimiz sunib ketdi? Nima uchun shu Washingtonda bo'lgan shu namoyishni dunyoning hamma yeriga yayamadi? Chunki hammamizning kallasida takasur bor. Nima takasur? Bir uyimiz olsa, o uyni ishga qilmoqchi. G'oyamiz shu. 100 ming dollarimiz olsa, 100 ming dollarni 1 million dollar qilmoqchi. Bizning bu dunyoga kelishdagi maqsadimiz shaxsiy jonimizni berish. Shuna maqsad bilan evatdim Alloh bizni bu yerga. Allah rizqni bizga garantiya berdi. Hech qanday narsaga Alloh garantiya berib boqmadi bu dunyoda. Rizqni garantiya beraylik. Sening rizqing men beraman. Innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin. İnsanning rizqiga garantiya beraylik. Shuning uchun biz Uyg'ur millati dunyoda mı qutulamiz, oxiratda mı qutulamiz desek, birlam yo'l qo'sqimizni boqimiz, qo'sqimizni to'yg'izimiz pul topimiz. Nima uchun? Alloh rizosi uchun, vatan millat uchun xizmat qilaman degan maqsadda qo'saq to'yg'izimiz. Qo'sqimizni to'yg'izishning sababi, nay yeyishimizning sababi, osh ichishimizning sababi men hayat bo'lmasam bu xizmatni qilg'ili bo'lmaydi, hayat qilishim kerak. Shuning uchun non lozim deb nonni shu maqsadda yeymiz. Pulni Alloh rizosini deb millat uchun, vatanning qutulishi uchun pul topamiz. Agar o pulni tepib, agar uni vatan millatga xayrliyamay ulab ketib qolsak, Alloh savobni beraveradi. Ammo niyatimizda vatan millatni qutqizishga pul topamiz, vatan millatni qutqizish uchun nayaymiz, vatan millatni qutqizish uchun nima qilamiz? Ilm o'rganamiz. Her qanday ishni Alloh rizosi uchun qilamiz. Shuning uchun Alloh taolo 2-surada vel asr deydi. Vel degan vel asrki qasam uchun. Alloh qasam qilib turib tushuntiryapti bizga. Ey qullarim, mau xorliqdan, xarzabullikdan qutulay desanglar, asr degan bek muhim deydi. Asr degan arabchada bunda mevani siqib suyini chiqargan asr deydi. Shuning uchun hozirgi zamondami Cüz deyimiz o, meyvenin suyunu. Arapçada asir deydi şunu hazır mı? Bunda üzümüzde sıqqanını, mesela iqtisadi cihetten sıqqanını asir deydi. Mesela normalde iqtisadi halimiz bilen qo'y go'shti yeydigan holatimiz bo'lgan bo'lsa, vatanim Xitoyning ostiga tushib qolibdi deb u iqtisodni qisib to'g'ri go'shtiga tushalisak, yoki tuxum yeyishga tushalisak, yoki bo'lmasa bir restoranga borib 50 dollarga tamoq yeydigan yerga fast food store borib 5 dollar bilan qo'sqinni to'g'izib qolganni vatanim millatimga xaylay deydigan shu holatga kelib iqtisodiy jihatdan o'zimizni siqadigan chog'imizda, vaqt jihatdan o'zimizni siqadigan chog'imizda, masalan ishlab kelamiz, erib kelamiz. Erib kelgan vaqtimizda bolalarimiz uyda jini siqiladi. Dadam oynat qilaychiq deydi. Bolalarimizni oynatqimiz bor. Ayolimiz deydi, canimiz siqildi, bir yerga berib kelsak, falan do'stimnikiga berib kelsak, pustan do'stimnikiga berib kelsak deydi. Bizning ko'nglimiz istaydi bolalarimizni xo'sh qilishni biz mi xohlaymiz. Ammo vatan millat uchun qilgan ishimiz bo'g'achqa ayda
4 qatim bijaga biz ziyorat qiladigan bolalarimizni o'yintadigan ishni 2ga tushira olsak yoki 1ga tushira olsak bu vaqt jihatdan siqqan bo'lamiz. Shunga o'xshagan har qanday ishda iqtisodimizni, pulimizni, bilimimizni hamma ishdan o'zimizni siqib, mush vatan millat uchun ariyalg'a vaqtimizda. Bütün millet o çağızda qutuluşqa şaşına barımız. Başka cihatdan qutuluş bo'lmaydi. Allah zaten bu sürünün ahirisi nima deydi? İnnel insana lafi khusr. İnsan davıdır, insan. İnsan degan vada musulmon emisi unda demedi. İnsan, innel insana lafi khusr. İnsanın hammasi zararning ichida ziyon tortadi. Nima ahirisdagi 4 turlik inson ziyon tortmaydi dedi. Birisi iymon etganlar, ikkinchisi solih amal ishlaganlar. Solih degan nima? Yarishimliq ish qila olganlar. Solih amalda turayli, yarishimliq ish degan nima? Biz hozir Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston xalqi, vatanimiz qo'ldan ketdi. Ar nomusimiz qo'ldan ketdi. Xalqning yuziga tikilib qaragandak yüzümüz yo'q. Nelik desa vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston bo'lg'achqa Sharqiy Turkiston deymiz. Shunami? Ammo ya qarab turib deymiz. Nima uchun? Vatanni berib qo'yg'achqa xalqning oldida yuzi qarab degidek yuzimiz bo'lmag'achqa ya qarab turib deymiz. Mushunda bir ahvol ostida biz vatan uchun musha vatanning ahvoliga yarasha bir ish qila olsak, amali solih ish qilgan bo'lamiz. Emas vatanning amaliy ahvoliga, o'zimizning amaliy ahvoliga yarashadigan ish qilamisak, qilgan ishimiz amaliy solih bo'lmaydi. Masalan, burunqilar amaliy solih deb tushundigan vaqtida, yoki sadaqa joriya degan vaqtida quduq ko'lab qo'yish, ko'rik selish, xalq manfaatiga qilingan ishlarning hammasini shunday hisoblaydi. O çağda vatanimiz qo'limizda edi. O olimlarimiz uni yozgan vaqtida. Ama bizning amali solihlarimiz vatanni qutuldirishga tushliq, shunga yarashadigan ish qila olsak, solih amal bo'ladi. Bo'lmay qolib qolsa solih amal bo'lmaydi. Solih amal bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? İnsanlarning hammasi zarar ichida dedi-ku. Dunyo va oxiratda zarar tortamiz. Dunyoda xor zabun bo'lganda, oxiratda baxtsizlik qilamiz. Shuning uchun ikkinchi sharti, qutulishning ikkinchi sharti solih amal qilish. Uchinchisi nima? Haqni tavsiya qilish. Haq degan nima qarindoshlar? Allohning ismi. Haq, haqiqat o'xshash kelimadan keladi. Bizning haqiqatimiz nima? Bizning beshimizga kelgan haqiqat nima hozir? Vatanni qo'ldan berib qo'yish. Xitoydek bir dinsiz, din dushmaniga vatanni berib qo'yib, o'zimizni musulmonchaqlar yurishimiz. Buni hisoblagan vaqtda haq nima? Mustaqillik haq, qululash batil. Shunami? Allah'ning mustaqil yashaysiz, dushmaningizga qul bo'lmaysiz degan haqiqat. Kuchimiz yetmaydi ekan, tuxumni tashqa o'g'ili bo'lmaydi deyish. Bu safsata, u batil, u haq emas. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimiz amr qilgan haq vatan uchun ishlash, vatan uchun o'lish, vatanni ozod qilish deydigan bir haq haqiqatimiz bor bizning. Shu haqiqatga tavsiya qilganlar anandan keyin qutuladi deydi. Bu qarindoshlarimiz dedi abi ya. Qozoq qarindoshimizmi dedi, Salih Xudoyermi dedi. Bizning ishimiz inson haqlari bilan bitmaydi qarindoshlar. Bizning ishimiz inson haqlari bilan to'liq mustaqil bo'lmaguncha bizning ishimiz dunyoda ham baxtli bo'lolmaymiz, oxiratda ham jahannamdan qutulolmaymiz. Shuning uchun bu haq Allah emir qilgan vatanning mustaqilligi bizning haqiqatimiz. Bu haqni birsimizga tavsiya qila olsak, qarindoshlarimiz, do'stlarimizga, oilamizga, tuqqanlarimizga tavsiya qilib, xalqimizni uyg'otib, mustaqil yo'liga tavsiya qila olsak, qutulamiz. 3-shart bu. 4-shart nima? Vatavaso bis sabr, sabrga tavsiya qilganlar. Buni tavsiya qilsak nima bo'ladi? Do'stimiz qaydab qoladi, oilamiz qaydab qoladi,
Xitay ailemizde tutup alıdı. Onu kıldı, belirli peşimizde musibet geldi. Müstakillik dep bakınlar hazır. Nurgun yaxşı ötken insanlar bilen yamanlaşıp kalırız. Çünkü ularning bir quyruğu Xitay bilen bağlanıqlı qo'g'achqa mustaqillik deyiyadi turolmaydi. Mustaqil degan odamlar bilan do'stlab turolmaydi. Shuning uchun problem chiqadi. Bu ishga sabr kerak. Qarindoshlarimizni aziyat ishdimiz, oilamizni aziyat ishdimiz. Ishongan insonlarimizni mushaymiz. Sabr qilish kerak bo'ladi. Allah'ın muşu buyurgan, muş tört işini kılmay turup esirge ilişkili olmaydı. Yani üzerine sık, çıngtu, hak meydanda çıngtu degen, esir degen kelimelige o süpetki ilişkili olmaydı. Şunun için karindaşlar bizninki halaketki elip bağın neyse takathur, kutuldurduğun neyse esir. Bu Allah iki sürüde ifadeligen iki kelime. Bu mening üzerinden ki oylab tapkan bir hakikatim emas. Allah Kur'an'da nazil kılgan Allah'ın vahiy, Allah'ın emri fermanı bu. Şunun için biz böyle anlap koyaplar ne mükemmel? Bunundan keyin millet vekillerimiz üzügü düşken vazifeden sırt, şu hükümet tarafından verilgen vazifeden sırt, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümetinin teşvikatını kılış, hakikat teşvikatını kılış hemimizin vazifesi. Ailemizde uygutuşumuz lazım. Ailemizde azat kılsak, kutluk aşan olmaydı. Allah rızası için hükümet kupulu yürümen desek toskulluk kılmaydı. Ailemizde azat kılalırsak. Hem ailemizde dünyada azat kılgan bulumuz, ahirette cehennemden azat kılgan bulumuz. Etrafımızdaki dostlarımızla azat kılalırsak, dostlarımız bizge hakaret kılmaydı, çavakçalı da kahraman deydi. O tekimi tergibat olab bizge yolumuzda açıldı, işimiz tekimi kuşlanıldı. Bütün milletine oygatga vaktimizde, halklarga vaktimizde müstakillik şunda kalsın. Çünkü o çağda Allah'ın merhameti kelidi. Ar nomusumuz cayığı kelidi. Allah'ın merhameti gelse, Allah bizge çağırtga vaktista Allah xalagan adamning qalbini bizga mayil qilalaydi chu. Biz hozir haq dunyo bizga yordam qilmadi deb shikoyat qilyapmiz-ku. Allohning marhamatini qo'lga keltirgan vaqtimizda dunyoning yordami bushkunda keladi. Chunki Allah shu dunyoni kontrol qilayotganlarning qalbini u yoqqa bu yoqqa o'zgartiradigan Allah muqallibal qulub. Bunda bo'lgandan keyin qarindoshlar bizning vazifamiz çın turuş bilen üzümüzni, ailemizni, dostlarımızı, bütün milletini uyg'otish arqılık muşu müstakillik vazifasini xalq hareketiga aylantirish arqılık qo'lga keltiralisak g'alaba qilamiz. Bu hem bizning diniy vazifamiz, axloqiy, insoniy vazifamiz. Shuni demoqchiman, Allah tinchig'anliklaringiz uchun hammalardan Allah razı olsun. Gapni uzatib qo'ydim, haqqini halol qilinglar. Qağın geplerini ondan keyin tushdan keyin yoki ertligicha yana deyishimiz inshaalloh. Hozircha Allohga emanet. Right now, so we're just going to be, we're waiting on lunch, so right now we can just get acquainted, and after the boards we'll have lunch, and then after lunch we will have the election of the new administration and parliamentary chairs, and before that starts, we'll start with about 10 minutes about giving the candidates to campaign. Thank you. 10 minute hazır tamoqdaymiz, tushlik tamoqda. Undan keyin tushlik tamoqdan keyin saylamlar bo'ladi. Saylam bo'lishdan burun boshda saylamning qurollarini, ma'lum prinsiplarini so'z qilamiz. Undan keyin o'sha kandidatlar 5-10 minut so'z qiladi. Shu bizningki kandidatlık, to'g'riliq
nima ish qila oladiganligini yoki nima ish qildiganligini. Arkadaşlar, Assalamu alaikum, hürmetli milletvekilleri. Bugünkü Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti'nin 8. kurultayının sayılımına hoş geldinler. Aldı bilen Şarkı Türkistan Devlet Gümrüğü okuludu. Hemmemiz ordumuzda duraydı. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the East Turkestan Government 80th General Assembly. Now we start with East Turkestan National Anthem. Please stand up. Thank you. Thank you very much. Please have a seat. Xeyrindaşlar, bugün hazır Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti'nin 8. nöbet kurultayının saylımı rasmi başlandı. Aldı bilen parlament reisi bilen muavin reisi saylanıp çıkıldı. Bugünkü bu saylam bütünlüğü 100% demokratik usul ilip verildi. Namsız bilet taşlaş arkalık kandidatlar saylanıp sandıktan çıkıldı. Bununla biz kapalet kılış için şu Amerikalık dostlardan iki dostumuzni teklif kıldık. Birisi küzetkiçi buldu, birisi biletini sanaydı. Şunun bilan bir vaqtda arsimizdan o'zini hech qanday o'ringa nomzod ko'rsatmagan Rahiya Hajim bilet sanash qatnashidi. Men ham kuzatkichi bo'lib qatnashaman. Shu davoncha 4 odam, 2 odam bilet sanaydi, 2 odam kuzatkichi bo'ldi. 2 odam Amerikalik do'stimiz, ikkimiz o'zimizdan keyin parlament a'zolari. Shunda bo'lganchada hozir men kuzatkichi va bilet sanaydiganlarni taklif qilaman. Qani Rahiya Hajim, Nikizem Amerikalik dostumuz Dr. Anders Kaur hem Amerikalik dostumuz Mr. Scott Gibbons. We will start our general election right now. So this election will be fully democratic and each individual vote the candidates
and with the democratic way, the parliament, president of parliament and the president of vice president of parliament will be elected. So to satisfy the democratic rule, we invite two American friends to be observer and the who gonna count the vote. So and the two parliament members of East Turkestan in government exile will be attend the count votes as well. So we will welcome to the parliament member Rehyajim to the front stage, and the Dr. Anders Kaur and the Mr. Scott Gibbons to the front desk, front table. And thank you very much for the American friends come and observe and participate our election. We are really appreciated. That means to us a lot, because this election must be held in a democratic way and the value. So we really welcome our American friends to participate today's election as an observer and count votes. Thank you very much. Qarindoshlar, oldi bilan shu o'zini parlamentga rais va ma'mur rais ko'rsatgan ikki qarindoshimiz bor. 4 qarindoshimiz bor. Bu oldi bilan biz parlamentning raisini saylaymiz. Bununla o'zini nomzodlik ko'rsatgan qarindoshlarimiz ikki, birsi Germaniyalik parlament a'zosi Osmonjon Tursun, yana birsi Shvetsariyalik parlament vakili Nurahmat Qurbon. Oldi bilan qarindoshlarimiz sahnaga chiqib 5 minut atrofida, 3 minutdan 5 minut atrofigacha o'ziningki nima uchun buni o'zini kandidatlik ko'rsatganligi ham o'zining qisqacha saylansa qanday xizmatlar bo'lganligini qisqacha so'zlab o'tdi. Endi bizam bilan tashlashni boshlaymiz. So first we're gonna elect parliament, president of the parliament and the vice president of the parliament. We have two candidates for the president of parliament and the two for the president of vice president of the parliament. So the who is nominated for the president of the parliament is Osmanjan Tursun, who is from Germany. He's our current parliament member, and another candidate is Nurahmat Qurbon. He's from Sweden, Switzerland. He's from Switzerland. So now we welcome Osmanjan Tursun give a 5-minute speech, and then following by Nurahmat Qurbon give him another 5-minute speech, and then we will start the voting. But I want to briefly explain how the voting going to be held. So oldi bilan mana so'zlab qo'yganki biz bilet tashlaymiz. Bilet tashlagan chog'da qarindoshlar birdan kelib, bu yerda bilet tashlaydigan mana nima bor? Mana bilet. Birdan kelib, o'sha yerga kelib, o'zingiz xohlagan odamga biletni mana bu yerga nima belgursiz. Bir odamga urildi, bir odamga belgurib, anaqaza mana sandiqqa tashlaymiz. Birdan qalamqancha bo'lib ketmasi uchun birdan kelamiz. Shunga qarindoshlar hozir Osmonjon Tursunni so'zga taklif qilamiz. Assalamu alaykum, hurmatli aziz Sharq Turkiston vatandoshlar. Assalamu alaykum, hurmatli saylanib chiqqan Amerikalik Uyg'ur do'stlarimiz, Amerikalik qarindoshlarimiz. Hammalarga
salonlaşılan birge men nima uchun o'zimni Sharqi Turkiston sürgün hukumatining 8 navbatlik qurultayida parlament raislik ko'rsatganligimni azroq tanishtirib o'taman. Buni tanishtirishdan burun avval o'zimdan bir shaxsiy tarjimonini tanishtiray. Bu kim? Qanday odam buni bilish juda muhim. Mening ismim Osmonjon, dadamning ismi Tursun. 1969 yili 9 yanvar 4 kuni Sharqi Turkistonning Aqsu viloyatining Aqsu shahrida tug'ilgan. 1988 yildan 1992 yilgacha Qashqar Pedagogika instituti deydi, keyin buni nimaga o'zgartiribdi? Pedagogik universitetiga. Shu yerda Qashqar Pedagogika institutida 4 yil fizik fakultetida o'qib, bakalavrlik unvoniga erishib, o'qish bitirgandan keyin Aqsu viloyatlik 1-o'rta maktabining fizika o'qituvchiligini qildim. Ya'ni 92 yildan 97 yilning oxiri jo'g'arlikda. 98 yili birinchi ay atrofida xizmatni tashlab vatanni tark etishga bolalarim bilan majbur bo'ldim. Chunki 93 yildan keyingi vatandagi diniy uyg'onish islom harakatining natijasida biz bir qator gumonli odamlar qatori kirib qolib, ya xizmatni tashlab ketib ketish yoki shu yoqda bir jazolanishdak sharti tuyulgandan keyin shu majbur bo'ldim. Demak, men vatanni tashlab yurtqa muhojir qilgan ijrat qilib ko'chgan, endi surgun qilgan kundan boshlab, ya'ni 98 yildan boshlab hozir mana 2019 yilda 21 yil yana vatanni ko'rdim. Men bilan tanishgan ayolim shu. Vatanda bir o'g'lim bilan chiqqan, vatanda o'g'lim men biz bilan chiqqanligida 4 yosh vaqtida chiqqan. O o'g'limning ismi Uyg'ur, hozir Germaniyaningki elektronik texnik shirkatida boshqaruvchi ishlayapti. 24 yosh kirdi bola. Ondan keyin Germaniyaga kelgandan keyin 3 farzandim tug'ildi. Demak, 3 o'g'lim, bir qizim bor. Kichik bolamning kichigi 9 yosh, cho'ngi 24 yosh. Mushtaq bir oilaning endi bu qatim biz Sharqi Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining 2018 yili Moğla yig'inining oldiga biz bu sürgün hukumatdan bo'lib, bu Parijdagi yig'indan keyin sürgündagi hukumatning chet eldagi Sharqi Turkiston mustaqillik davosida siyosiy nupuz bilan siyosiy markazlik yoki boshqaruvchilik rolining inkor qilolmaydigan rol ham muhim joy ekanligini his qilgandan keyin biz shu chog'dagi Sharqi Turkiston sürgün hukumati ichidagi qarindoshlarimizning talab qilishi, iltimos qilishi ham o'zimizning qiziqish tufayli hukumat ichiga shu 2018 yilning oxiridan boshlab parlament a'zosi bo'lib kirgan. Bu qatim 8-qatimda qurultayga kelganda parlament raisi bo'lib saylanishni o'zimga muvaffaq bo'ldim. Chunki bizningki chet elda qilayotgan ishlarimiz da'vo ishlari, ya'ni haqiqiy kurash ishlari emas. Bu deganga qo'limizni Qur'on elib, vatanimiz Sharqi Turkistonni Xitoyni qo'llab chiqarib, haqiqiy Uyg'ur davlati, ya'ni Sharqi Turkiston davlati qurilganiga qadar bo'lgan orliqdagi siyosiy da'voda bu chet eldagi bizningki bo'libmi, bizningki mustaqillik harakatlarimizni, da'volarimizni e'tirof qilib, mustaqillik harakatiga aylantiradigan kuchlarga beradigan ta'sirimiz hukumatning intayin muhim bo'lgan dastlabki birinchi bosqich, ya'ni da'vo bosqichi. Bu hukumatning da'vo bosqichida chet ellik siyosatchi, diplomatik her tarafdan her bir güçlerine qo'llashiga için bu hukumatning siyosiy safasi, siyosiy salohiyati pek muhimken. Yani bu shuni qo'llab qolgan merkez o'rin, ya'ni parlament bo'lib, bu parlament hukumatning ishlarining qonunliq rivojlanishiga, demokratik usulda xizmat qilishiga asosiy kafolat parlamentdan boshlangan uchun men bu shu hukumatimizning kelgusida muqim hukumatga aylanishi, ichki siyosiy jihatdan tinch bo'lgan, sirtqi jihatdan sürgündeki Uygurlarga, muhaciret Uygurlarımızga demokratiylik halda hükümetin mevcutluğunu namoyon qilib, kishilarning qallisiga kelgusi vatanimiz mustaqillik ishib, davlat bo'lgandan keyin hokimiyatni tuta oladigan, davlatni boshqara oladigan iqtidorimizning borligini biz ko'rsatish. Bu bosqich pek muhim bo'lg'achqa, shu joyga o'zimni ko'rsatdim. Men berilgan vaqtim biroz to'shib qoldi. Inshaalloh sizlar qabul ko'rib, agar parlament raisi saylab qolsanglar, qo'limdan kelishicha o'zimningki
mayli iqtisodiy, mayli siyosiy, mayli bilimlerim jihati bo'lsa, shu surgunki hukumatni ömrümning oxirigacha siyosiy nishonimizda birinchi manba qilib harakat qilishga sizlarga va'da beraman. Qarindishimiz Osmonjon Tursunga rahmat. Hozir qarindishimiz Nurahmat Qurbonni so'zga taklif qilamiz. Now we invite Nurahmat Qurban to give us a speech. Assalamu alaikum. Sharqiy Turkistonlik barliq qarindoshlar va komissiya a'zolari, saylov komissiya a'zolari ishtirok. Men Nurahmat Qurban, Qurban Fido'ninki tunji o'g'li. Biz toplamda 10 qarindoshlarimiz, 2 onadan. Sharqiy Turkistonniki iloyati Jilviznaysining uchun izdim shetu. 1967'de 23 noyabr doğumlu. Toluqsuz ve toluq oturum mekteplerini özümden yezdi tükettim. Öneç yıllık boş zaman geçirgenden keyin şu yezdi turuşluq bir bankada normal bir hizmetçi olup iş başladım. Azırak kurslardan keyin 2 yıllık Qashqarga o'qishga ketdim. Bu jarayonda Barın vakası kelib chiqdi. Meniki bu siyasi sahnaga etilishimga birdan bir sabab bo'lgan vaqa, ya'ni Barın vakası bo'ldi. Barın inqilobi bo'lib sabab bo'ldi. Shundan keyin ailemizga va undan burunma dadamizningki bu siyasi qalpoqlar tufaylidan Xitoyning nurg'un zulmlarini chekkanligi hammamizga ayandi. Bu Barın inqilobi chiqishdan keyin bu siyasi ta'sir bizga o'tgan bo'ldi va Xitoy bo'lgan ularning zulmi bo'lgan o'chmanligimiz kundan kunga kuchaygan bo'ldi. Va shu jarayonda mamlakatimizning ham yerida tutqunlar boshlanganligi tufayli bizga o'chirib kelib qolganligi tufayli vatanimizni tark etishga majbur bo'ldik va inim Xitoyniki turmalarga qabul ketdi. Yurt dışına chiqqandan keyin uzluksiz qanday qilsak vatanimizning butun mustaqilligini qo'lga keltirish va tuproqlarimizga qayta ega bo'lish jarayonida nurg'un izlandik. Bu jarayonda bir yurt dışında bir üstün bir siyasi qurilma mavjud bo'lmaganligi uchun nurg'un tantirashlar oldu. Oxirida bu yani 2004 yılda kurulan sürgün hükümetinin bir a'zosi bo'lib sütümüzden hükümetke a'zo bo'lib kirdi. Ve biraz olsa da o'tkazishga ve bu siyasi qurilmani texmi rivojlantirib Xitoyga bo'lgan siyasi bir qarshi bir qurum yoki bo'lmasa davlat mexanizmini shakllantirib keyin memleketimizden azat olsa maşuk kurumunu aynen şu yerga oturup duran derecede bir rivojlantirishga bir hissimiz qo'shiladimi degan narsani yoki o'tadi. Bundan keyingi bu ishlarimizni rivojlantirish uchun men o'zimni parlament raisligiga nomzodlik ko'rsatgandim. O'zimniki kishilar bilan bo'lgan iliq va xush munosabatimni va parlamentdagi shu munosabatimni texnik yaxshi bir rivojlantirish uchun birlik baraberlikni saqlash uchun inshaalloh bir xizmat qilishga tirishaman. Hamma Qarindishimiz Nurahmat Qurban rahmat. We thank you Nurahmat Qurban. Endi hozir bilan tashlaymiz qarindoshlar. Deb qo'ydigan gapni abay dedim, birdan-birini tashlaymiz. Endi yana bir deb qo'yilgan gap jami 44 parlament a'zosi bugun bilet tashlaydi. Buningki 20 daki mush naq maydonda hozir bor. 20 to'rda tashlaydi. 28 odam to'rda tashlaydi, 16 odam naq maydonda tashlaydi. Shularga mush biletlarning hammani sanagandan keyin endi biz natijani e'lon qilamiz. Now we will start to vote. So there is altogether 44 parliament members will
vote today. And among them, 16 is right here, and 28 is anywhere worldwide, so they will participate voting online. Can you say those numbers? 28 is online, 28 online, 16 is 16 present. yeah. So now we will start voting, and each individual will be checked this ballot, and then drop inside the box, and we will count. Şuna bakacağız, and birden bir şeyge yok, ben birden taktı ben birden kilip aşağı bedim. Cozda işlem yok hazır. Böyle çekim bakıp kayıt taşlasın. Böyle bak kalem bak.
Taşlamagan. Bunu tercümeyle bozdu. Bozdu ya. Çünkü ben kamera gıylavatım biri de iş kitim taşındı diyen buludu. She's cannot online. Taşlamaganlı var mı? Haşim yapmadı. Ben taşıdım. Torunun günü kadar mı? Torununki kim hataydı? Bundan hazır hiç kim sayılamaz. Saylanmaz. Hiç kim sayılamaz. Torun karaydı. Doğru taraf kaç adam başını da. Çünkü hazır sayılan nefes gelen insan Salih Hudayar'ın gittik. Salih Hudayar torun taraf. Sarı Kudayar Karsun şu kimle taşındı, kaç adam taşlanmış şu insan. Taşınma olmaz ama Aha. bugün Doğru. roya çıkmışsa o sayılan kallar. Benim bıraktım. Now, present vote, I'm going to count my husband. He is not, he doesn't have. So then I'm going to count all together. Abdurrahman Esen'le amanet ettim. Şu malı deprem ben ismi bilen dizikliğe geldim. Deprem onu sizden bir göstereyim. Ya mal tutuyorsun.
İskender Üstü'nün ismi. İskender yok burada, İskender.
Ha? Şimdi sağlık. Salih. Söz geçip durma. Çağırıp bir onu da sıkıştı. Salih. Küçükler gel onu. Ali gelsin olur. Mesela bu kalem olsa. Kalem var mı? Kamera ben başa çıkartacağım. Herhalde. Tutor ayak çıkarsın mı buradan? Ortayız çıkarsın. İkram
qarindoshlar, bu natija bu ekranda ko'rayotgandek Osmonjon Tursun qarindoshimiz naq maydonda tashlagan biletda 16 biletga erishdi, to'rdan tashlagan biletda 7 biletga erishdi. Nurahmat Qurban qarindoshimiz naq maydonda tashlagan biletda 1 biletga erishdi, to'rdan tashlagan biletda 2 biletga erishdi. Shunda bo'lgan chog'da Osmonjon Tursun qarindoshimiz umumiy 23 biletga, Nurahmat Qurban qarindoshimiz umumiy 3 biletga erishdi. Shunda bo'lgan chog'da Osmonjon Tursun qarindoshimiz Sharq Turkiston surgun hukumatining 8-navbatli qurultayining parlament raisini saylash saylamida 23 bilet bilan g'alabaga erishdi. Osmonjon Tursun got 16 votes in the paper, 7 votes in the online. Nurahmat Qurban got 1 vote in the paper and 2 votes in online. Therefore, Osmonjon Tursun get overall 23 votes. Nurahmat Qurban get 3 votes. As a result, Qurbanjon Osman won the president of the parliament. Shunda bo'lgan chog'da endi birinchi saylam oxirlashdi. Endi ikkinchi qitimda parlamentning ma'mur raisini saylaymiz. Ma'mur raisligiga o'zini ko'rsatgan kandidatlar millat vakili Amerikadan Yarmuhammad Barat, millat vakili Kanadadan Turdish Ajim. So now we will hold the election for the vice president of the parliament. The two nominee is Yarmuhammad Barat from USA and the Turdish Ajim from Canada. So now we will start. Aldı bilen qarindoshimiz Yarmuhammad Baratni 5 minutlik sözlük teklif qilamiz. Now we invite Yarmuhammad Barat give us a short speech. Assalamualaikum. Barliq millat vakillariga Assalamualaikum. Bütün ekran aldaki qarindoshlar, men bo'lsam Yarmuhammad Barat. Vatanimizniki Olcu shahrida tug'ilgan 1968-yili. 85-yilgacha ma'rif tarbiyasini olgan. Undan keyindan tijorat bilan shug'ullangan. 2010-yili Amerikaga keldim. Amerikaga kelgandan keyin shu mustaqillik harakatlarining kaynida yurdik, lekin biror tashkilotga kirmagan. Bu 9 yil, ya'ni 2018-yili 9-oyda hukumatlarning taklif qilishi bilan o'zim iltimos yozib bu hukumatga kirdim. Kirishga sabab endi shu chet eldagi bütün cho'ng kichik inqiloblarning hammasining maqsadi oxirida shu hukumatni vatanimizga tiklash. O'zimizning hukumatini o'zimizga o'zimiz xo'ja bo'ladigan bir organni tiklab chiqish. Unda bo'lgankan, shu Sharq Turkiston surguni hukumatini men birdan-bir mustaqillikka olib boradigan, ya'ni Xitoy tajovuzchi hukumatini haydab chiqaradigan bir muhim organ deb bu yerga kirdim. Endi o'zimni bu yerdagi 8 navbatlik qurultayda muavin prezidentga, muavin parlament raisligiga nomzodlik ko'rsatdim. Endi bu qarindoshlarimiz
meni loyiq ko'rsa, men bu ma'lum parlament raisligi o'rniga o'tmasam, kelgusida vatanimiz uchun bir kishilik o'zimniki kuchini chiqaraman. Ya'ni bu parlamentning ma'lum rais bo'lsam chiqaraman, bo'lmasa chiqarmayman deydigan gap yo'q. O'zimni bir askar hisoblayman. Bir askar, xalqning askari. Bütün kuchim bilan bu hukumatga xizmat qilaman, xalqning manfaati uchun. Rahmat. Qarindishimiz Yormanmat rahmat. Thank you Yormanmat. Endi qarindishimiz Turdush Hajikamni sözlük teklif qilamiz. Now we invite Turdush Hajim give us a short speech. Esselamu Aleyküm, hürmetlik Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin ağırlı qarindaşlar ve Amerikalı səbdəşlərimizin rəhmət. Men İlhandan azaraq tarixin toğulğan küllərini işlenir gideyim. Men İlhan atıştı toğulğan. Hem Diyxan, hem Çarıvçı, Sodiga ailesi toplanan. 52. yılları icar hükümetişte terkibimiz üstün babalık için 56. yılı bizi küçük, keçip olacak küçük çıkarken. Yerimiz Börüdala, yerimiz Olcu'da asası hayatımız şöyle yok dediğimiz. Ben şu anda 12 yaş varım. Bizden 44. yılı doğulamak. Hazır şu anda 75 yaş kirip kaldım da eşimiz çok kaldı. Onundaki benim çok dadamın ismi Yasin ama pasportum da demez. Çok dadam şınsı şeyde tutulup yupak ettik. Onundaki ayağımın mı çok dadısı şu şınsı şey vakti da yupak ettik. Çoğun dadamın ismi Mir Abdullah, ayağımın çoğun dadısının ismi Kasım Çoğun. Enindeki biz şu Olcu'da şöyle çoğun olduk. Bu benimki tarihi efendim bu. Bizim şu Otur Mektep'ini tütekin, benim kendim o vakti da yukarı üniversitede bizi vakti ruhsat yok, bırakmadan. Benim tarihi efendim benim düşüncelik. Hem de yüzem bu Kanada'da 97. yılı Tuz yılında küçük çıkan aile boyunca hazır 22 yıl oldu şu Kanada'da yaşadığımız. Biz çıkavakta Kanada'da Uygurlar yok. Hazır biraz köpeydik de hem de Kanada'nın bir 5.000'deki aile bazı, 5.000'deki nüfus. Hep karayınız hazır. Tarihi ahvalın düşüncerek. Çoğu gayrım asası Toğul gayrım atış oğlum, çoğu gayrım şu olca böyle dala. Burun çıkan bizimki takılarımız, tağalarımız mı şu olcada çarvıçılıkla şu olğaları için şunun çarvımızın yerimi böyle dala da yerimi olcada acıda bulaptık. Kim biz çıkan da kim mi o ne mi? 58. yılı emmeni müsaade kılıp bu çarvılarını Xitay hükümeti oldu bu anda. Tarih ahvalım yine müşecerek. Şunun için hem de ben etkenlerim o bilinmez vakti üzerine muavin reislik'e şu vakti da parlament muavin reislik'e üzerine gösterken ki onu demeye vazgeçken. Hem de bir gün yana oturup çıkıp aldım aslında. Ne olsun ben de hazır bizden yaşımız çok kaldı. O rezil o kitap olamayım üzerinde.
Şuna bolsun ben de hazır yana oturduk çıkıp ben de bir kata tarihini söze koydum. Ahvalin bunu müşinçilik kavim gep olsa, köpçilik ruhsatlıysa, belki sayılsa, belki çıkarımız, sayılımızsa yana yaşlar çıkarıda onunla. Ama vatanımızdan şu müstakillik için 2004 yılı bu kurulgan hükümetle Ahmet İgenberdikem reis olganda Kanada'ya gelin şu bizden ötüğün. Kanada'da şu sayılan bulup küçük bu adam bizim öyle gelip 5-6 gün tuttu. Şundan tartip bu adamı kollagan ben. Hükümetle kollagan. Yani müstakillikten başka bize hiç kadar yol yok bende. O teşkilat diyenini kollamagan ben. Aile boyunca. Şunun için hazırlık deyince şu yolda git varımız hem de. Aile boyunca. Enadinkin bir mezgil mi o Ahmet İgenberdikem o yüzümü Avustralya'da olan dikken o adam mı cimcigenki bir mezgil onu taşıp ettik. Ki 2014 yıl yani Ahmet İgenberdikem bula Kanada'da bir konferansı içilip yani ve yana siz kiren bu milletvekilliği diken yani kirgendim. Şunu diken ki yani Japonya'ya gün bağlı hazır geleceğim de şu hükümetin kollap kilovattan bir aile köpçülükle tanıştırışım mine şu çirek kalan gep olsam da köpçülük mine sayılsa yanımda yaşlarını kollarınıza sadece mine tutuyorsa. Turdish hocam rahmat. Thank you for Turdish hocam. Endi bilet taşlaşını başlaymayız. Şu baş taşlanan okşaş birden. Now we'll start the voting.
Başım oldu bağlı. You're also doing the Online'deki hava kuyuça şu yapıyorum var. Online'deki Turguncan Ağacım Viyana. Avustralya demem Avusturya. Turundan ağacım Avusturya. Başkalarının dertleri. Dertler ve tasarruflar. Sana cevap tüketmiş
Osmanca Erkin İsrail'in kimliğe göre yazılmak var. Qarindoshlar, biletning natijasi chiqdi. Bu qatim jami bilet tashlaganlar 29. Gerçi 44 odam bilet tashlaydigan bo'lsa-mu,
torda taşlaydigan bazı qarindoshlarimiz vaqtninki oldi keyni bo'lish munosabati bilan har xil sabablar bilan ba'zilar tashlamadi. Şuna bilet taşlamaganlarninki biletini sanamadık çünkü saqlashga vaqt yo'q. Bugün bütün saylamni tügetmesek olmaydı. Şuna ularni saqlayamadık. Şunda ularni bileti tarafsız taşlamagan bo'lib hisoblandı. Şunda bo'lganchada bilet taşlagan odamlar 29. Bunun içinde naq maydonda bilet taşlagan odam 17, tordan bilet taşlagan odam 12. Şunda bo'lganchada qarindoshimiz Yarmahmet Barat naq maydonda taşlagan biletin 15ni, tordan taşlagan biletin 11ni, jami 26 bilet aldı. Turdish Hajikam naq maydonda taşlagan biletin 2ni, tordan bilet taşlagan biletin 1ni elib 3 bilet aldı. Şunda bo'lganchada qarindoshimiz Yarmahmet Barat 26 bilet bilan Sharq Turkiston sürgün hukumatining 8. navbatli qurultayının parlamentning ma'mur raisini saylamida g'alabaga erishdi. Total vote is 29. Although we have 44 parliament members supposed to be voted, however, some of them didn't. Because there's many circumstances, because there's many reasons could be. So the parliament members who didn't vote, we considered as not interested to vote or they don't care. Abstain. So we only counted 29. So the Yarmahmet Barat got 15 votes in paper, 11 votes in online, total 26. Turdish Hajim got 2 votes in the paper and 1 online, total 3. Therefore, Yarmahmet Barat won the vice president of East Turkestan government in exile. Parliament. Hem de en halkılık saylamga kirdik. Devlet reisini saylaymiz. Devlet reisligiga özünün namzatlık gösterkenler 2 adam. Birisi G'ulam Osman, yana birisi Abdullahat Nur. Shunda bo'lgan chog'da oldi bilan G'ulam Hajikamni qisqa so'zga taklif qilamiz. The nominee for the president of the East Turkestan government in exile have 2 persons nominated. One is G'ulam Osman, another is Abdullahat Nur. Now we invite G'ulam Osman give us a short speech. Thank you. Assalamu alaikum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar va bu yerda o'tirgan Sharq Turkiston surgunli hukumatining parlament vakillari, shundaqla Amerikalik Sharq Turkiston do'stlari. Hammalarga merhaba deyman va bu saylamga qatnashganlar uchun rahmet aytish bilan qisqacha o'zimni tanishtirsam, asos jihatdan bilsizlar, meni 56 yil tug'ilgan. Mening ma'rif tarbiyasi jihatdagi ahvolim bakma kutkulik. 3 sinfni bitirdim desam bo'ladi, chunki 3 sinfdan keyin madaniyat zo'rin qila boshlangachqa asosan ko'chada shu vaqtda olib namoyish qilib atqa onun sınıfını bitirgen bulduk. 78-yili oliy maktablarga imtihon orqali qabul qilish asli keltirilgan 1-yili imtihon berdim.
İkinci yılım imtihan verdim. Her iki kıtımda Kızılsu oblasti boyunca katlaşkan okuvchilarning ichida eng ustun numara olgan bo'lishimga qaramay, 16 yosh vaqtimda qilgan shu Xitoy qarshi tashkilot qurish jinoyatini bahona qilib, oliy maktabga borg'izmadi Xitoy. Shuning bilan mening asosiy natijalarim bugun qo'lga keldi deb qaralsa bo'ladigan natijalarning hammasi o'zimning o'zligimdan o'rganish orqali qo'lga keltirilgan natijalar. Mening kasbim vatan ichida turba injener edim. Onu özlükümden öğrengen ve fakat 3 aylık bir kursda o'qigandim başka. Ondan başka işten sırt kesbim yazgıcı. Onu hemen bilirsiniz. Hazırlıkça 15 kadar kitabım neşr kılındı. Ondan başka 100 etrafında video leksiya veya video nutlarımını ilan kıldım. Ben sürgünde hükümet kurulgan vaqtda teklif kılıngan. Hacı Mahmud ikimiz teklif kılıngan, kurulmakçı bo'lgan vaqt. Ama bununla katlaşıp atkan adamlarının bazılarının faili mecbul adamlar bo'lganlik uchun ko'nglimiz g'ash bo'lib, hükümetni suyimiz, lekin maşındaq adamlar tüpeyilden parasalda olup biz bu murasimga bormadik. Lekin izchil halda hükümet sırtda turup hükümetni qo'llab keldik. 2009'daki Türkiye'de açılgan Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin şu qatimliq qurultayida men Tardaqista maslahatchilikni qabul qildim. Ama mening ismimni e'lon qilib yetib qolibdi keyin 2014'deki Toronto yig'inida resmiy hukumatga kirdim. 2015'te fakat muvafiq namzat tepilmaganlik uchun muavin bosh ministerlikni qabul qildim. Bultur Muğla'da açılgan yig'inda vaqtliq Cumhuriyet olup saylandım. Bu bir yıl içinde ko'rsatgan hech qanday xizmatim yo'q. Xizmat ko'rsatgan bo'lsam, gunoh qilgan bo'lsam, xatolik o'tkazgan bo'lsam, bu hammanglarga ayon. Shunga qarab muomala qilsangiz bo'ladi. Bu qatim asliman nomzod bo'lish niyatida kelmagan. Lekin vaziyatning taqozosi tufaylidan va qarindoshlarimizning iltimosi bo'yicha men bu nomzodlikni qabul qildim. Mening deydiganlarim shu, agar men saylansam nima ish qilib beraman? Buningga men bek cho'ng va'dalarni qilmayman. Chunki va'dani qilib yolg'onchi bo'lishni xohlamayman. İmkaniyet qanchalik yarbasa amaliy imkoniyat va mening shaxsiy qobiliyatim, shaxsiy kuch-quvvatim, energiyam nimaga yetsa, uning hammasi vatanim va millatimga oid. Sharq Turkiston surgundi hukumatiga oid. Uning hammani men bu yo'lda sarf qilaman. G'ulom akamga rahmat. Thanks for Mr. G'ulom Osman. Navbatda qarindishimiz Abdulla Xatnur qorimni so'zga taklif qilamiz. Now we invite Mr. Abdulla Xatnur to give us a short speech.
Paka okşayım karaman. Selamun Aleyküm karandaşlar. Benim ismim Hazır Kürep Toplumluluk Abdullah Nur. Kışkanın Maral Beşi'den. Ben şu kichigimdan tatib asosliq o'qigan maktabim Qashqa Xalq madrasasida edi. Shu Xitoy kelmasdan tatib burundan kelayotgan o'zimizning milliy maktablarimizdan birisi. Shu yerda o'qigan shu o'qish jarayonida shu 82-yildan tatib 89-yilgacha Qashqada o'qidim. Şu mektebni bitirdim. Bir tarafdan o'qib, bir tarafdan şu bolalarga ders berib degandek. Shunday o'tdi umrim. 90-yilga kelganda barin inqilobiga munosabatim bor deb yana bir turmuga yetkazib qo'ydi. Aslida men barin inqilobi boshlashdan burun turmuga kirib bo'lgan. Turmuga deyasam sen qatnashib ekansiz deydi. Qatnashgan shu Maralashdan turimiz yetib qatnashgandim dedi. Shundan keyin turmadan chiqdim. Shundan keyin shu bu yanda shu Xitoyning zulmidan qutulib bo'lmay, har qanday boshqa yerda ish chiqsin, bir so'lab qo'ydi 3-4 oy. Yana boshqa yerda O'lchida ish chiqsin, so'lab qo'ydi, Qashqarda ish chiqsin, so'lab qo'ydi. Shunday bo'lib Jüttü küneydi bulanmay. Şu 97-yılgacha vatan içi o koli bo'lib, sergardan bo'lib hayot o'tkazdik. 97-yili Qirg'izistonga chiqdik. 99-yilgacha O'rta Osiyoda sergardan bo'lib o'tdik. 99-yıl Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldiği vaktimizde Xitoy'ning bütün ailemizni concentration campga soladi. Azim nurg'un insonlar bu concentration campni 2017-yil boshladi, 2016-yil boshladi deydi. Amaliyotda burundan tartib batdi. Burundan tartib nuqtaliq oilalarni sulaydi, ammo hozir butunlay umumyuzlik sulaydigan bo'ldi. Shuning uchun yaqinda boshlangandek qilgan bilan 99-yili ailemiz küçük balalarından tatib 9 aylık, 20 yaşlık, 20 yaşlık balalardan tatib ben hemen apırıp solap koyalım. Şu balalarımızdan kutuldurumuz deb Türkiye'de uyan bu yana menjur, bandaki Birleşik Devletler Teşkilatı bilen tanışıp ve de aiz kılıp şikayet kılıp ular multeci kabul kılbandık. Kanada'ya geldik 2011'de. 2011'den yakın şu Kanada'da yaşayatımız. Bu tarihlerin olacak faydası mı yok o şeyde sözler ise. Maksat hem de yakın yakın üzerine Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümetinden ki reislikle üzerine namzat koydum. Qo'yishimda başka bir sebep mi yok? O'zimni bek cho'ng bir qobiliyatli ko'rib ketganligimdan namzat qo'yganligim emas. Asosli namzat qo'yishimning sababi hukumat ishida problem chiqaradigan insonlar jiqolab ketgachga men namzat ulab kirsam xalq bilan boshqa huquq tutgan qarindoshlar bilan jiddiy chiqarmay ishlayolmayman deb o'ylab o'zimni urush haqi emas deb hisoblab hukumatga qo'limdan kelishicha xizmat qilay deb kirgandim. Shuning uchun saylanib qolsam yana shu o'xshash qo'limdan kelishicha xizmat qilaman. Shu odamlar degandek qobiliyatimning yetishicha, aqlimning yetishicha xizmat qilaman. Saylanmasam o'xshash xizmat qilaman. Shuning uchun benim berimim şu emeli ahvalını bilgen bolsana Allah'a emanet dediğim şunçilik. Allah'a emanet.
Qarindoshimiz Abdulahat Nur xonim rahmat. Thank you for Mr. Abdulahat Nur. Endi bilet tashlashni boshlaymiz, qarindoshlar. Now we will start the voting.
başlamalı var mı? Daha sonra tornikini alayım, depremde yerine takıyorlar. Abi.
Burası ciddi olur. Ne meydan? Burası burada. Bana meniki de çıkmadı. Meni çıkarırken konuşuldu. Bu neymiş kaldılarda? Kesinler devlet maaşını koydu. Kanada'dan yine. Amerika'nın külü. Zaten sen. Amerika'nın Türkiye'nin açmış çok iyi. Bekçiydi mi? Evet. Bunu ne yaptı? Kaçtım ben. Alttan ben de İsmail'in kızı teticeyle kaçmak gibi olma masajı lafı yaptı. İsmail'in de böyle kayıp geçti. Bayan Facebook'ta günler çıkarıp yaptı. Hem de onu tutup kağıtta yapıyorsa İsmail'in de işte. Millet çıkıyor. Bayan Facebook çıkaranlar da Türkiye'deki Ermeni'nin kırgınlar, Amerika'ya kanun makullar böğürtmek yapılan çok değiliz mi? Şununla İsmail'inler hükümetle muamele Amerika, Türkiye'deki Ermeni ırkçılıktan çıkışmıştın avan, yüzündeki Türkiye'den milyonunu kançıda kırganlıkına 60 kere hayalde bana bayanı Türkiye'den saramıca. Yani millet onu bilse onun neyse varlığını bilir. Öyle düşünme ama aşına yerden tutup ya İsmail için de yapmış gibi. Çünkü malı uzunlar gösterenler. Bunun için de kim var hiç bilmiyor. Müşahede hukukuna takat etmek güçlük bir olaylar. Amerika'dan böyle şehir mi olsun ki ne?
Miyanın numara ayrıca. Evet. Yakın. Miyanın iki numara açtı. Keşke o da ayrıca sorsak olur. Arkadaşlar, dikkat kılaylı. Devlet reisininki neticesi çıktı. Olamacıkam kağızda 14 biletke, torda 7 biletke erişti. Abdullahat Nur Karim kağızda 3 biletke, torda 8 biletke erişti. Şunda boğanda olamacıkam cami 21 bilet, Abdullahat Nur Karim cami 11 bilet. Şunda boğan çağda olamacıkam Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin töret reisliğine saylandı. The vote for Mr. Ghulam Osman, paper 14, online 7. For Mr. Abdullahat Nur, paper 3, online 8. Therefore, Mr. Ghulam Osman got 21 votes. Mr. Abdullahat Nur get 11 votes. As a result, Mr. Ghulam Osman elected as President of the East Turkestan government in exile. Kıyımdaşlar, hem de mavi bilet taşlap saylam arkalık mavi rehberler saylanıp oldu. Hem de bizden şu özümüzdeki şu Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin saylam kanunu asasen yeni saylangan devlet reisi Ghulam Acıkan bir muavin reisini, bir baş ministerini özü köstüdü. Baş ministerden bir yaş yine özü kösesi buldu. Hem de hazırdan başlap bütün saylan tülep oldu. Parlamentin reisiga Kardeşimiz Osman Can Tursun,
Parlamentin muavin reisliğe kardeşimiz Yarmahmet Barat, devlet reisliğe Qolamacıkan saylandı. Hazır Qolamacıkan özü devletin muavin reisini, baş ministerini köstüdü. Ondan keyin baş minister özünün kabinetini tüzüp çıkdı. Now, the newly elected president of the East Turkestan government in exile, Mr. Ghulam Osman, will announce the vice president of the East Turkestan government, and he will also nominate a prime minister. And then the prime minister will be established the cabinet. So now we invite Mr. President, Mr. Ghulam Osman, announced vice president and the prime minister. Esselamu Aleyküm. Hürmetli milletvekilleri. Gerçi men bilen rekabetleşip açığımlı keltigen bolsumu. Yanıla men bu Ablet Nur Karacımni muavin Cumhurreislikке köstümen, yani kayilleymen. Baş ministerlik namzat için Salih Hudayar'ını ve karışıklıkını bilip durup Hacı Mahmut köstüme. Şunun ikisinin birini bana tallap versin. Şu iki kedemden birini bana tallap versin. Andın bula tallanğan adam kabinetini kurdu. I just briefly translate the speech of Mr. Ghulam Osman. He appointed Mr. Abdullah Khatnoor as a vice president of the East Turkestan government in exile, and he also appointed two candidates for the prime minister as Mr. Salih Hudayar and Mr. Hacı Mahmut. So we will have a vote again for the prime minister between Mr. Salih Hudayar and Mr. Hacı Mahmut shortly, because we're gonna print out this billet. So we're gonna have a 5-minute break. Okay? 5 minut teneffüs, su içip kıptıgıça, avu Salih Hudayar anemini urup çıkarsa, biletini. Yani güzel şu baş ministerlikini yani saylayımız. Salih Hudayar bilen Hacı Mahmut otursun. Thank you.